Bu esa binoni ko'rinishi. Bu yerda birinchi o'rinda podium etajda va tomda bu yerda qulayliklar bor. Qanday qulayliklar kiradi desangiz, har bir bu yerda yashaydigan rezidentlar uchun o'zini обязательно kattalar va yoshlar uchun basseyni bo'ladi, trenajyorniy zallari bo'ladi va undan tashqari sport to'garaklari uchun ham bu yerda stol tennisi, basketbol, jogging track va boshqa qulayliklari binoning ichida shu yerda yashaydigan insonlar uchun keltirilgan. Umumiy binoda 354 ta kvartira bor va lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, bu DLRC lokatsiyasida joylashgan. Bu kelajakdagi hozir juda ham o'sib borayotgan lokatsiyalardan bittasi. Sababi bu lokatsiyaning narigi betida bu yerda bizda Academic City bor. Hozirgi kunda 27 ta universitet va kollejlar hozirda ishlab bormoqda va kelajakda keyingi 10 yillik ichida Dubay hukumatining plani bo'yicha umumiy 50 taga yetkazish niyati bor. Undan tashqari Silicon Oasis bor. Bu ham IT va umumiy texnologiyani rivojlantirish uchun davlat hozir milliardlab bu lokatsiyaga pul sarflayotgan va DLRC bu rayonda kvartiralar proyektlar bo'yicha yagona lokatsiyalardan bittasi. Nimaga desangiz, atrofida barchasi villa communitylar sotiladi va bu yerda asosiy qanday talab bo'ladi desangiz, shu IT hublarda texnologiyani rivojlantirish bo'yicha ishlayotgan mutaxassislar bu yerda ijaraga turadi va uy sotib oladi. Ulardan tashqari albatta 50 ta universitet talabalari, ustozlari va ishchilari ham ularga ham baribir ishga yaqin bo'lgan joydan uy olishga harakat qilishadi va albatta bu yerda aytib o'tmasak bo'lmaydi. Mana bu katta highway, Alane Road bu yerda hozir уже ta'mirdan chiqib tayyor bo'ldi. Bu Alane Road orqali biz downtownga boramiz desak, hozir biz o'sha Dubai Mallda Burj Khalifani oldida turibmiz. Bu yo'l orqali, highway orqali hozir taxminan 15-20 daqiqa ichida shaharni istalgan markaziga borsangiz bo'ladi. Uylar bo'yicha planirovka va boshqa ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda plus qoldirsangiz aloqaga chiqib barcha ma'lumotlarni beramiz va sahifamizga obuna bo'lib, ko'proq shunday foydali ma'lumotlarni ko'rib borsangiz bo'ladi. Rahmat.